Men Qo'shtepa tumani Barkamol bolalar maktabida o'qituvchi to'garagidan ancha yillardan beri faoliyat yuritib kelaman. Qizlarga milliyligimizni, milliy urf-odatlarimizdan do'q tikishni o'rgataman. Qizlarimiz mana ancha 2 yil 3 yildan beri kiradigan qizlarimiz ham bor to'garagiga. Do'ppini tayyorlashni ham bilishadi, o'rtoqlariga tayyorlab berishgan. Qizlar do'ppisini tikish ekan bugungi mavzuyimiz. Birinchi tarkini tikib olamiz, keyin qora ip bilan yuklarini tikib, rangli iplarda ichini to'ldirib chiqamiz. Qizlar juma kunida yurtboshimiz tomonidan qanday kunda e'lon qilindi? Milliy kunda e'lon qilindi. Bunda hammamiz do'ppilarni kiyib, adras, atlas nimchalarni kiyib kelyapmiz maktabga. Siz xilini bosyapsiz ekan, sarig'ini nimchasini tikyapti.